Bugungi darsimiz vizual yo'nalishni aniq sozlash haqida. Ikkinchi bo'limga xush kelibsiz. Bu yerda siz nafaqat Midjourney yaratgan narsani, balki uning qanday ko'rinishini ham shakllantirishni boshlaysiz. Bugungi kunda diqqat markazida uslub, ravshanlik, kayfiyat va muloqotga ta'sir qiluvchi qism. Uslub qanday ishlashini tushunish sizga tasodifiy tajriba o'tkazishda izchil va maqsadli his qiladigan tasvirlarni yaratishga o'tishga yordam beradi. Uslubni o'rganish. Siz allaqachon ramkalash uchun AR va istisnolar uchun No kabi parametrlardan foydalanib tasvirni shakllantirgansiz. Ushbu vositalar sizga strukturani boshqarishga yordam beradi. Parametrlar o'rnatishi mumkin bo'lgan yana bir narsa bu uslubdir, lekin u yana bir qatlam qo'shadi. Bu tekstura, kontrast, tafsilotlar va atmosferaga ta'sir qiladi. Tomoshabin sizning sahnangizni qanday o'qishini shakllantiruvchi xususiyatdir. Ushbu elementlarni o'rganish sizga yakuniy natija ustidan ko'proq nazorat qilishni yordam beradi. Uslub ishora kombinatsiyasi sifatida. Uslub bir nechta ko'rinadigan elementni birgalikda ishlashdan hosil bo'ladi. Masalan, rangi yumshoq, qalin, xira, yorqin, tekstura silliq, donador, bo'yoqqa o'xshash, kontrast kuchli yoki nozik, shakllar geometrik yoki organik, tafsilot darajasi minimal yoki murakkab. Ushbu belgilarga e'tibor berish sizga uslubni osonroq tasvirlash, takomillashtirishga yordam beradi. Nima uchun tezkor iboralar har doim ham yetarli emas? Darslar davomida siz allaqachon akvarel uslubi yoki multfilm kabi iboralarni qo'shishga harakat qilib ko'rgansiz. Keling, bunday tavsiflar Midjourneyga qanday yo'l yo'riq ko'rsatishini ko'rib chiqaylik. Aytaylik, siz ofisingiz uchun bayramona muhitni aks ettiruvchi bayram plakati yaratmoqchisiz. Siz uni an'anaviy Rojdestvo bayrami ranglarida tasavvur qilasiz. Siz an'anaviy bayram ranglar sxemasi haqida o'yladingiz. Sizningcha Midjourney bu vazifani uddaladimi? Yo'q, u boshqa rang sxemasidan foydalangan. To'g'ri, Midjourney retro uslubi bilan muvaffaqiyatga erishgan bo'lsa-da, u an'anaviy bayram ranglar sxemasi so'rovini qayta ishlay olmadi. Keling, buni qanday tuzatish mumkinligini ko'rib chiqaylik. Uslubni sozlashdan oldin uni kashf etish. Uslubni aniqlashda katta yordam beradigan narsalardan biri bu turli vizual yo'nalishlar va havolalarni o'rganish va keyin ularni Midjourneyga ko'rsatishdir. Bu yerda yana bir ajoyib xususiyat kayfiyat taxtalari paydo bo'ldi. Bu sizga havolalarni to'plash va misollar bo'yicha naqshlarni kuzatish imkonini beradi. Siz bir nechta qish mavzusidagi rasmlarni to'playsiz va ularni kayfiyat taxtasiga joylashtirasiz. Rasmlaringizni yuklaganingizdan so'ng so'rovda foydalanish tugmasini bosing. Midjourney sizning so'rovingizni shaxsiylashtiradigan noyob raqamga ega P parametrini yaratadi. Keyin siz ko'rishni xohlagan narsangizni so'raysiz. Rasm, uslub va kayfiyat taxtasiga o'xshash bo'ladi. Rasmdagi qaysi xususiyatlar kayfiyat taxtasidan olinganini tanlang. Barcha mumkin bo'lgan javoblarni tanlang. Shunga o'xshash tekstura yoki renderlash yangi mavzu sizning ma'lumotnomangizda yo'q. Ranglar palitrasi xuddi shu kompozitsiyasini takrorlash. To'g'ri javob. Kayfiyat taxtalari tasvirning vizual uslubiga, ranglar palitrasi, tekstura va umumiy tasvir kabi narsalarga ta'sir qiladi. Kayfiyat taxtasi qo'llanilganda bu elementlar natijalari bo'yicha izchil bo'lib qoladi. Kayfiyat taxtalari nimani oshkor qiladi? Ko'rdingizmi? Ranglarni eslatib o'tishning ham hojati yo'q. Kayfiyat taxtalari sizga qaysi elementlar sizning havolalaringizda takrorlanishini payqashga yordam beradi. Ranglar, shakllar, teksturalar yoki yorug'lik naqshlari. Ushbu umumiy belgilar sizning rasmlaringiz qaysi uslubga amal qilishini shakllantiradi. Uslub yaratuvchisi. Kayfiyat taxtalari uslub yo'nalishini aniqroq yo'naltirishning bir usuli hisoblanadi. Yana bir usul Style Creator. U boshqacha ishlaydi. Iteratsiya orqali bitta uslubni ishlab chiqishga yordam beradi. Tasvirlarni to'plash o'rniga siz izchil ko'rinish paydo bo'lguncha bosqichma-bosqich o'zingiz yoqtirgan vizual natijalarni tanlash orqali uslubni takomillashtirasiz. Iritatsiya orqali uslub yaratish. Uslub yaratuvchisi tugallangan havolalar bilan boshlamaydi.
Buning o'rniga u sizga o'zingizning so'rovingizni takrorlash orqali uslubni kashf etishga yordam beradi. Siz odatiy taklif yozishdan boshlaysiz. Uslub mukammalligiga emas, balki mavzu va g'oyaga e'tibor qaratasiz. Siz taklifingizni yuborganingizdan so'ng Midjourney bir xil g'oya uchun turli xil uslublar jadvalini yaratadi. Har bir variant turli xil vizual yo'nalishni o'rganadi. Sizning vazifangiz oddiy, xohlagan narsangizga eng yaqin bo'lgan versiyalarni tanlang. Siz uslubga nom bermayapsiz, siz unga vizual tarzda munosabat bildirasiz. Har bir tanlov bilan Midjourney sizning tanlovlaringiz asosida uslubni takomillashtiradi. Bir necha turdan so'ng natijalar barqarorlasha boshlaydi, ranglar, teksturalar va renderlash izchil bo'lib tuyula boshlaydi. Bu vaqtda siz endi uslublarni ko'rib chiqmayapsiz, balki ularni shakllantirasiz. Yoqtirgan narsangizni ko'rganingizdan so'ng tanlovni to'xtatib natijadan bahramand bo'lishingiz mumkin. Yo'nalishdan nuansgacha. Dastlabki takrorlanishlar umumiy yo'nalishni belgilaydi. Keyingi takrorlanishlar tafsilotlarni aniqlashtiradi. Taxminan dastlabki bir nechta raundlar uslubni belgilaydi, keyingi bir nechta aniqlik va izchillik qo'shadi. Keyingi iteratsiyalar nozik farqlarga qaratilgan. Bu jarayon afzallikning takrorlanadigan vizual uslubga aylantiradi. Shaxsiy uslubingizni qo'llash. Uslub to'g'ri ko'rinsa, uni yangi so'rovlarni ishlatishingiz mumkin. So'rovingiz yonidagi 10 ustiga bosing. Sref uslubga havola parametriga aylanadi va tasavvur qiling, satrda paydo bo'ladi. Mavzu o'zgarishi mumkin, ammo vizual ishlov berish siz shakllantirgan uslubga mos ravishda qoladi. Bu Style Creator'ni ayniqsa bir nechta parametrlarni qo'lda sozlamasdan izchil ko'rinishni xohlaganingizda foydali qiladi. Ushbu darsda asosiy e'tibor Midjourney funksiyalari yordamida uslubni aniqlash va sozlamalarni sozlashga qaratildi. Siz vizual belgilar tasvirni qanday shakllantirishni va Midjourney vositalari har qanday nozik sozlash boshlanishidan oldin uslub yo'nalishini aniqlashtirishga qanday yordam berishni o'rganib chiqdingiz. Bu qadam keyinchalik taxminlarni kamaytiradi va stilistik qarorlarni yanada maqsadli qiladi. Keyingi voqealar. Keyin siz Midjourney uslubni qanday talqin qilish va ko'rsatishga bevosita ta'sir qiluvchi boshqaruv elementlari bilan ishlashni boshlaysiz. Ushbu vositalar sizga vizual yo'nalish aniq bo'lgandan so'ng ekspressivlik, o'zgaruvchanlik va tuzilmani sozlash imkonini beradi. Bu yerda yaratgan uslub haqidagi xabardorlik ushbu boshqaruv elementlarini tushunish va qo'llashni osonlashtiradi.